Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugungi usta shogirdni kashfiyoti, Xudo xolasa, labirantli ekonomishli bo'ldi. Xudo xolasa, bu katta to'yxonaga konkretni hali 2 yilda buzib boshqatdan qilaman degan o'choq emas. Xudo xolasa, bu xizmat qiladi. Oshxonangiz gullab yashnaydi. Shu sizni olib chiqadi soqqali ishlarga. Shu bizning maqsadimiz. Shunga qarab o'choqni qilamiz. Bu yoqqa sinab bersang, endi o'choq tortishini, bir sinotini gapiring endi Nodir aka. Bahona mana tortishlar mana bu yerda bo'lyapti, mana tortishlar. Tortib ketadi. Tortishiga ham biz hali ekonomishni deymiz, ekonomishni ham bo'ladi. Normaga qo'yib qo'yamiz holatiga. Mana yaqinroq olib kelsa tortishlarni ko'radi. Bu haliga ichkariga turpoq to'ldirilib, bunaqaligi shipon o'choq emas. Chiponni kanal hammasi o'z ishini bajaradi. Mana. Yonishni o'rtaga qizarib yonadi. Bu yerda hali ko'pchilik aytadi, nimaga sizlar qimmat? Bunaqa deydi. Endi bu yerda yaxshi narsa qimmat bo'ladi. O'zim maqtash emas u. Xizmat qiladi. Shu manaqa 24 soat yongan oshxona bo'lsa, shunga xizmat qiladi. Hali oddiy xo'jalikka emas-da bular haligi. Misol, nima desam bo'ladi? Bir kunda bir mahal yoqib qo'yib, bu yerda 24 soat ishlik kerak bo'lsa. To'yxona restoranda. Ichlariga o'zim mehr berganmiz-da shu o'zi. Kashfiratli ichlari ham kanallardan iborat. Pachettoj bo'ladi. Yangi laboratoriya kanal, 40 ta kanal. 40 ta kanal. Bu nomi har ishda har xil nomlaymiz. Raqamdagi o'ng o'choqqa chashli o'choqlar. Endi bu yerda har naqada bu yerda tajriba turadi. Shundan qilib kelyapti. Hali bironta bir mijozimizni anaqasini bir bo'lmadi, e'tirozi. Hammasi ishlatyapti. Restoranmidi, choyxonamidi, o'choqmidi, hammasi ishlatyapti, bahonasi. Lekin bizniki sal qimmatroq, aytib qo'yaman. Endi kimdir sizlar qimmatroq qilasizlar deydi. Endi baribir mehnat ham shunga yarasha. Endi uyingizga Xudo xolasa borib yurasiz. Restoranmi, choyxonami, Xudo xolasa. Yoshlarni olib qo'yasiz. Xudo xolasa xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab, Tojikistonmidi, Qirg'izistonmidi chiqilaveradi. Qirg'iziston chiqilaveradi. Misol xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab ham, Osiyo bo'ylab ham, Xudo xolasa. Bu stilda faqat bizda bo'ladi. Boshqalarda bo'lmaydi. Shunday Sog' bo'lasizlar, Xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatdamiz. Xizmatdamiz. Sog' bo'linglar.